Assalomu alaykum, Uyg'ur radiosunun aziz anglag'uvchilari. Kitob o'qish sahifamizda Islom va ayol huzuringizlarda. Abdori Bayraktar Bayrakli. Tadbiriyay nashriyati. Ovozda Xadicha Uyg'ur. 9-qism. 3-paragraf ayol, nikoh va taloq. 1-tema ayol va nikoh. Cemiyetimizdeki ve İslam dünyasına mensup bir kısım devletlerdeki muhim meselelerinin biri nikahның aile hayatideki ornu bulup, ailenin kuruluşu ve kanunun apirde buluşu insaniyet tarixida özgürüş hasıl kıldı. Er ayollarning aile kuruluşunu kanunlaştırgan nikah balalarning nasabini belgileydi. Tövende biz nikah meselesini Kur'an, cemiyetshunoslik ve kanuni taraflardan muhokama qilish orqali bu meselede sodir qilingan xatoliklarning hal qilish chorasini tepishga tirishimiz. 1. Tunji nikah. Nisa surasining 1-oyati ve A'raf surasining 189-oyati insoniyat tarixidagi tunji nikahning hammaga qodir Alloh tarafidan qilinganligini ko'rsatib beradi. Adem ve onun ayali bir nefis cevherden yaratılgan, o'xshash cevherden yaratılgan bu er ve ayal, jör yani er xotun süptide tunuşturulgan. Ularni kim bir cüpke aylandırdı? Kim ularning nikahini okudu? Ayette ayalning erge cüp buluş kararını hemi qadir Allah'ның bergenligi ma'lum boludu. A'raf surasining 189-oyatimu nikahning nima uchun qilinganligini yoritib berdi. Bu nikahning er ayollarning unsi ulpat tepishni maqsad qilib qilinganligi bayon qilingan. Mazkur oyatda nikahning jinsiy tuyg'uni va turmush ehtiyojini qondirish orqali oila turmushining asosini barpo qilganligi tushuntirilgan. Rum surasining 21-oyati buningga muhabbat va rahmatni qo'shidi. Her iki oyatda xotirjamlik, unsi ulpat hukmi birinchi prinsip sifatida o'ttirib qo'yilgan. O'xshash moddadan yaratilgan er va ayolning bir-biriga jup bo'lishining belgilanishi, shundaqla o'zaro yaqinchilik qilishining yo'lliq shaklda ilib berilishi Alloh tarafidan bekitilgan. Bu tunji nikahning Alloh tarafidan qilinganligini isbotlaydi. Nisa surasining 1-oyati va A'raf surasining 189-oyati amaliyotda tunji er bilan tunji ayolning nikohining dalilidir. Agar biz hozir Hazreti Adem alayhissalomga berilgan muqaddas sahiflarga erishish imkoniyatiga ega bo'lgan bo'lsak edik, u ilohiy vahiylardan bu mazkur nikoh xotirasini topa olgan bo'lardik. Bu nikohni qaror qilgan va amalga oshirgan zot Alloh bo'lganligi uchun biz mazkur nikohni ilohiy nikoh deb ataymiz. 2. İnsanlarning nikohi. Dastlabki insonlarning nikohidan keyingi davrlarda, ya'ni ularning bolalarining nikohini ularning otalari va keyin bo'lsa boshqa kishilar o'qigan. Insonlar o'qigan bu nikohlar Alloh tarafidan qabul qilingan va hali ham qabul qilinayotidi. İnsanlar tarafidan o'qilgan nikohning kuchga ega bo'lishi hamda Alloh tarafidan qabul qilinishi uchun qonuniy omil bo'lishi, ya'ni guvohchi va to'y qiluvchi er ayol tarafning rozilik bo'lishi kerak. İki kishi shohidlarning huzurida bir-biriga bo'lgan ko'ngil yaqinligini og'zaki bildirishi, shundaqla bu nikohning jamoatga e'lon qilinishi nikohni qonuniy sohaga ilib kirgan bo'lib, bu orqali ularning oila hayotidagi huquqlari mazkur muassasa orqali kapolatga ega qilingan. Aniqki, oila hayotida er ayolning huquqini qo'g'damaydigan va jamiyat tarafidan qonunliq deb qaralmagan er ayollik munosabat nikoh sifatida qabul qilinmaydi. Tarixning ibtidoiy davridagi bekinma jamiyatlarda nikohni tizimlab xotirlash mumkin emas edi. Ammo to'ydagi guvohchilarning mazkur jamiyatda ular bilan birlikda yashaydiganligi ma'lum ma'nodan aytganda nikohni rasmiylashtirish bo'lib hisoblanadi. Nikohning qonuniyligi bu orqali amalga oshiriladi. Undan boshqa qabila hukmdorlarining bu nikohni e'tirof qilishi ularning haq-huquqining kapolati edi. Jamiyatning taraqqiy qilishi ham bekinma holatdan uchuq jamiyatga aylanishi er ayollarning jamiyatning kontrolligidan yiroqlashishini va noshayan yo'llari bilan o'zaro yaqinchilikda bo'lishini, mavjud oila hayotini buzib, ko'pdan osonla ayrilish mumkinchiligini keltirib chiqardi. Sobiq jo'risining haq-huquqiga daxl ta'ruz qilish darajasiga yetib borgan bu ahvol yipiq jamiyatning urf-odatini asos qilgan nikoh qarashiga xiris qilib, nikoh qonunida ro'yxatga oldirish prinsipini borliq keltirdi. Chunki insonlar qabila hayotiga xotim berib, millatga aylangan va davlat sifatida tashkillangan bo'lib, bu taraqqiyotga parallel holda nikoh masalasimi obyektiv qonun nizomlarga ega qilindi.
Gerçi şahit buluş ve nikahni cemaatga jakarlash odati yanala davomlashgan bo'lsa-mu, ammo buningga yana ro'yxatga oldirish sharti qo'shildi. İnsanlarning bekinma holatdan qutulishi ularning harakat doirasini texim kengaytgan bo'lib, bu hol jamiyatning kontrolligini ojizlashtiryapti. Hatto ro'yxatga ilinmagan nikoh ayollarning haq-huquqini qo'g'day olmaydigan holga kelib qoldi. Mana bu sababdan Qur'on barliq to'xtamlarni guvohchilar yoki yozma holatda ro'yxatga ilish prinsipini yo'l qo'yish orqali qonun sohasida zo'r inqilobni olib bordi. Shuningdan tartib ayollarning haq-huquqini ayolidan zerikkan va borgan seri uningdan yiroqlashgan erning insobiga qoldirish ishi so'g'ichilashdi. Albatta, bu sababdan davlat e'tirof qilmagan nikohning nikoh bo'ladigan bo'lmaydigani haqida munozara o'tirg'i chiqdi. Qarz elish va qullarni ozod qilishni yozma hujjat orqali asosga ega qilishga buyurgan Qur'on nikoh uchun o'xshash prinsipni shart qildi. Nur surasi 32-oyatning 1-so'zi va 33-oyatdagi uni yeziq, ya'ni xotira bilan yezinglar degan iboralar buni ko'rsatib berdi. 3. Imom nikohi diniy nikoh. Nikoh ham to'xtam ham universal hodisa. Bu nuqtadan aytganda imom tarafidan o'qilgan yoki o'qilmagan diniy yoki diniy bo'lmagan nikoh bo'lmaydi. Nikohning kimning riyosatchiligi amalga oshirilganligi muhim emas. Muhim bo'lgan nuqta uning qonuniy shartlarini ado qilgan qilmaganligi. Agar nikohning diniy yoki diniy bo'lmagan turi mavjud desak, u holda payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning qaysi nikoh bilan to'y qilganligi to'g'risida savolga duch kelishimiz muqarrar. Chunki payg'ambarimiz 25 yoshida to'y qilgan bo'lib, islom vahyi uningga 40 yoshida ondan kelishga boshlagan. U 15 yil qaysi nikohda yashagan? Qur'on kelgandan keyin biz uning nikohini yangilanligini aytalamdiq. Shundaq deyishga bo'ladiki, payg'ambar alayhisolamning nikohi Hanif diniga asosan o'qilgan. Bundaq bo'lganda o'ttirga mundaq savol chiqadi. Abu Lahab surasida Ulug' Allah Abu Lahabning nikohini garchi u Hanif dinida bo'lmasmi, qonunliq deb qabul qiladi va uning ayoli degan so'zni ishlatadi. Nahrim surasining 11-oyatida Fir'avnning ayoli ummatga ulga sifatida ko'rsatilgan. Halbuki har ikkisi, ya'ni Abu Lahab va Fir'avn kofir edi. Demak, nikohning qabul bo'lishi uchun musulmon bo'lishning hojati yo'q. Bugungi kunda dunyodagi g'ayri-muslimlar nasab jihatdan nikohsiz bo'lib hisoblanmaydi. Nikohning qonuniy shartlari o'rinlangandan keyin mayli cherkov, ibodatxona yoki nikoh ishxonasida bo'lsin, ado qilingan nikoh rasmiyatlari nikohning yo'lliq ekanligini bildirdi. Shunlashqa nikohni diniy va diniy bo'lmagan, islomiy yoki islom bo'lmagan deb ayirmasdan, balki qonunliq yoki qonunsiz nikoh deb ayirish eng muvofiq bo'ldi. Kelajakda dunyoga kelgan farzandning tarbiyalanishi nuqtasidan Qur'on Karim Baqara surasining 221-oyatida mushrik qiz bilan to'y qilmaslik va mushrik o'g'ilga qiz bermaslikni belgilagan. Nur surasining 3-oyatida uningga zinoni ilova qilgan. Mo'min bilan mushrik birga biqib cho'ng qilgan bolaning tarbiyasida ko'riladigan kirsiz nazar tutilganlikdan bu prinsip bekitilgan. Bulardan boshqa nikohni dinni chiqish qilib ayirish to'g'ri emas. Hazrati Oyishadan rivoyat qilinishicha, jahiliyat davrida 4 xil nikoh bor bo'lib, ularning biri islom davrida davomlashgan. Qur'on mazkur nikohga rasmiylashtirish prinsipini ilib kelgan xolos. Jahiliyat jamiyatidagi nikohmu nikoh hisoblanqashqa, biz u davrdagi mushriklarning nikohini qonunsiz nikoh deyolmaymiz. Ehtimol ba'zilar uni o'tkinchi davr deb atashi mumkin. Undaqda hozir 2 oytis to'y qilib bolalik bo'lsa, biz bu nikohni qonunsiz va bu bolani haromda bo'lgan deb qaramdiq. Olayliq, agar u ateist oila islomni qabul qilib musulmon bo'lsa, ularning nikohi buzilamdi. U holda bolaning ahvoli qanday bo'ladi? Aniqki, davlat qonun e'tirof qilmagan nikoh emas. Chunki nikohda har ikki tarafning haq-huquqini qo'g'daydigan qonuniy o'lcham bo'lishi kerak. Bu faqat davlatning mazkur nikohni e'tirof qilishi orqali ondan amalga oshadi. Osmoniylar davrida imomga nikoh o'qish huquqi berilgan bo'lib, davlat u o'qigan nikohni e'tirof qiladi. Imomlik muassasasi davlatning himoyasida edi. Xulosasi shuki, davlat e'tirof qilmagan nikohlarda ayollar og'ir nohaqchiliklarga uchraydigan bo'lib, erning 2 levi orasidan o'ylanmayla chiqqan so'zlar bilan u ayolning hayot guli suludi. 4. Nima chora? Bugungi kunda kishilar rasmiy nikohdan keyin imom nikohi o'qiydi. Tang mavjud bu 2 xil shaklga xotim berish uchun ya imom nikoh ma'muriy tayinlanishi yoki davlat imomlar o'qigan nikohni e'tirof qilishi kerak.
Mushundaq bo'lganda imom nikohi bilan rasmiy nikohning farqi yo'q bo'ladi. Ammo shuni bilish kerakki, diniy jihatdan madaniy nikoh an'anaviy nikohga o'xshashla kuchga ega. Ikkinchi tema, Qur'on Karim taloq masalasida ayol kishining haq-huquqini qo'g'daydi. Ayollarning huquqiga ziyon yetkazgan eng nochor qilmish yoki qonuniy qarash ajrashish masalasida ko'rildi. Ajrashishdan iborat yoqtirilmaydigan va yomon ko'riladigan masala asrlardan buyon ayollarning hayotini xuddi qora bulutdek qoplab turdi. Shubhisizki, ajrashish ba'zi chaqlarda davomlashtirish mumkin bo'lmagan yoki saqaytqil bo'lmaydigan oila jarohatlari uchun chiqish yo'li va hal qilish chorasi bo'lsa, yana ba'zida ayollarning haq-huquqiga daxl taruz qilish va nazardan soqit qilishni keltirib chiqaradi. Qur'on ajrashish masalasini qonun sohasiga ilib kirib, uni er kishining ikki levi orasida oldirab chiqqan bir so'zga qarashliq bo'lib qilishning xatolik ekanligini ko'rsatib berib, bu masalada inqilob xarakterlik o'zgarish hosil qildi. Gerçi Qur'oni Karim bu inqilob orqali jahiliyat davridagi ajrashish usulining arab madaniyati sifatida musulmonlar orasida davomlashishining oldini olgan bo'lsa-mu, afsuski biz bu odatning yanala erning ikki levi orasida chiqadigan so'zlar bilan davom qilayotganligiga shohid bo'lyapmiz. 3 dan 9 ga shart bo'lsin, sen taloq qildim deydigan so'zni qilgan er ayolni taloq qildi deb qaraladi. Bu 3 taloq bilan ajrashish deb ataladi. Yuqorqi so'zni 3 qitim takrorlagan er ayolni taloq qilgan hisoblanib, bundaq ajrashishda ayolning hech qanday tarzida o'zining haqqini qo'g'dash huquqi bo'lmaydi. Qonuniy himoya mavjud bo'lmaganlikdan qonunsiz muomalaga uchraydi. An'anaviy taloq tushanchisida ayolning xatolik sodir qilgan yoki qilmaganligi muhim emas. Agar bir er "Amdi tamaki cheksam, 3 dan 9 ga shart bo'lsin, xotinim taloq bo'lib ketsin" desa, keyin tamaki cheksa, ayol taloq bo'lib ketadi. Fojia shuki, asrlardan buyon molla o'limalar mushundaq fatvo berib keldi. Ya'ni, agar er kishi keyin pushaymon qilsa, u ayolni qaytarib kelish uchun hulla, shakli nikoh bilan boshqalarga nikohlab berib, u er mazkur ayol bilan birga bo'lib, uni taloq qilgandan keyin ondan qayta nikohlash yo'li bilan o'z ayolini qaytarib keladi. Tarixdan buyon hech qanday gunohi bo'lmagan musulmon ayol mana mushundaq ruhiy va jismoniy ziyonkashliklarga uchrab keldi. Birinchi, 3 dan 9 ga shart qanday kelib chiqqan? Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ajrashish masalasida sud jarayonining qanday bo'lganligini bayon qilib mundaq degan. Bir ayol 3 iddat bilan taloq bo'ladi. Har iddat oyda bir qitim bo'ladi. Iddat sudning qarab chiqish muddatini ko'rsatadi. Demak, 3 iddat to'shmasdan ajrashish amalga oshmaydi. Sudning da'voga qarab chiqishi har oyda bir qitim o'tkazilishi kerak. Yoki ajrashish 9 oy ichida bir taraf qilinishi shart. Ya'ni sudchi har 3 oyda bir qitim isbot anglaydi va 9 oy ichida 3 qitimlik isbot anglashni oxirlashtirdi. Mana bu 3 dan 9 gacha ifodasi yoki 9 oy ichida sudning ajrashish da'vosini 3 qitim ko'rib chiqishni ko'rsatadi. Payg'ambar alayhissalom bu xil ajrashish shaklini er kishi uchun emas, balki sudchi qozilar uchun bayon qilgan. Er kishining sudchining vazifasini ustiga ilib o'z oldiga hukm chiqarish huquqi yo'q bo'lib, u ham sudchi ham da'voni kuzatuvchi, shundaqla mazkur da'vo tarafdorining biri ham sudchi bo'lgan ahvol ibtidoiylikdan boshqa narsa emas. Ikkinchi, taloq masalasini bartaraf qilish huquqini Qur'on Karim sudga bergan. Qur'on ayolning uydan chiqarib etilishini erning ixtiyoridan ilib, uni qonunga topshirib, qaror chiqarish huquqini sud mahkamasiga bergan. Bu madaniy va radikal o'zgarishni u qanday amalga oshirgan? Bu savolga Qur'onning oyatlari bilan javob berish mumkin. Birinchi, shohidlarning bo'lishini shart qildi. Nikohda shohidlarning bo'lishini shart qilgan islom dini ajrashishdimi shohidlarning bo'lishini shart qildi. Shohidlarning guvohligi imzosi bilan qurilgan oilani qandaqmi er kishining eg'izidan chiqqan bir eg'iz gap bilan buzib tashlagan bo'lsin. Shunga Qur'on bunday ibtidoiy odatni bir chetga qayirib qo'yib, ajrashishdimi shohidlarning bo'lishini shart qildi. Ularning iddati to'shqan chaqda ular bilan chiroyli jinishinglar yoki ular bilan chiroylicha o'zlashib ketinglar. Oranglardan ikki odil kishini guvoh qilinglar. Allah uchun guvoh bo'linglar. Buning bilan Allohga va oxirat kuniga iymon etgan kishiga va'z nasihat qilinadi. Kimki Allah oldida mas'uliyatchan bo'ladi ekan, Allah uningga chiqish yo'li berdi. Taloq surasi 2-oyat. Guvohchi shohid bo'lishning ma'nosi ajrashishning sud mahkamasi orqali ilib berilishi bo'lib, Qur'on bu guvohlikni shart qilish orqali ajrashishga qonuniy o'lcham bekitdi.
Ya'ni Qur'on ajrashish er kishining og'zidan chiqadigan so'zga qarashliq bo'lishdek holatga xotim berib, bu huquqni sud mahkamasiga berdi. Taloq surasining 2-oyatidagi ikki guvohchi zinodan boshqa ajrashishda bo'lishi kerak. Zina sababidan ajrashishda 4 guvohchi talab qilindi. Nur surasi 6-oyatda ayolni zina bilan ayblagan erning cho'qim 4 guvohchini sudga keltirishi shart qilingan. Agar er kishi 4 guvohchini ilib kelolmaydigan bo'lsa, er 5 qitim qasam qiladi. 5-chi qasimida u Allohning la'natini o'z ustiga oladi. Ba'zi olimlar buning zinoga berilgan jazo sababidan ekanligini o'ttirib qo'ygan bo'lib, bu intayin xato qarash. Jazo berishda shariat qonun asos qilinib, ajrashishda bo'lsa qonun nazarga ilinmaydigan ish bo'lamdi. Qur'on ajrashish masalasida guvohchi bo'lishni shart qilib, ayol kishining haq-huquqini qo'g'dashda muhim inqilob ilib borgan. Ayollarni zina bilan qaralagan va o'zidan boshqa guvohchisi bo'lmaganlar guvohlik so'zining rost ekanligini dalillash uchun Allohning nomi bilan 4 qitim qasam qilsin. 5-qitimda agar yolg'onchi bo'lsam, menga Allohning la'nati bo'lsin, desin. Taloq surasi 6-7-oyatlar. 2. Vakillar bo'lishi kerak. Zodilar chiqish olmaslik sababidan o'tirg'i chiqqan ajrashish davosida agar sudchi qaror chiqarishda ikkilanib qolsa, u holda ayol tarafdan vakillar o'miki qurib, yorishib qilishni tavsiya qilsa bo'ladi. Albatta, Qur'on ilib kelgan vakillarning o'rnini hozir zostatlar o'mik oldi. Acaba agar eg'izdan chiqadigan bir so'z bilan ayoldan ajrashib ketalaydigan bo'lsa, Qur'on yana nima uchun ajrashish davosida vakillarning rol ilishini talab qiladi? Bu sababdan ayol ikki tarafdan tashkil topadigan vakillarni ajrashishning qonuniy o'lchamining yana bir asosi deyishga bo'ladi. 3. Sudchining bo'lishi shart. Nisa surasining 35-oyatida bu masalani tuvandikdek yo'ritib berdi. Agar ayol ikkilarning inoqsiz bo'lib qolishidan qo'rqsanglar, erning tuqqanlaridan biri haqqoniy kishi va ayolning tuqqanlaridan biri haqqoniy kishidan hay'at tashkillanglar. Agar ular yorishishni o'ylasa, Alloh ayol ikkisining orasiga inoqlik soladi. Alloh haqiqatan hammani bilguvchi va hammadan xabardordir. Bu oyatdagi xiftum, ya'ni qo'rqsanglar yoki andish qilsanglar iborasi kimga xitob qilingan? Bu xitob ayoldan boshqa 3-tarafga qaratilgan. Amaliyotda ajrashish davolari rol o'ynaydigan va hay'at tashkil qilishga mas'ul kishilar 3-tarafning dal o'zi emasmi? Bu shaxslar jamiyatga xohlagan kishilarmi? Bu oyatda qo'rqsanglar deyilgan kishilar ajrashish davolariga qaraydigan qonuniy salohiyatga ega shaxslar bo'lib, bu qonuniy shaxslar bo'lsa dal sudchilarning o'zi. Nur surasining 6-oyatidagi guvohlik va qasamlar kimning oldida ilib berildi? Qonuniy salohiyatga ega bo'lmagan kishilarga guvohlik berish, isbotlash yoki qasam berishning nima ahamiyati bor? Nikoh qonunidagi guvohlik berish, hay'at tashkillash va qasam berish qatorliq muhim hukmlar avtomatik holda taloq masalasining sud mahkamasi va sudchilarning huzurida bartaraf qilinganligini ko'rsatib berdi. Qur'on Karimning taloq masalasida mushunaq inchiki halqalarni nazardan saqit qilmasdan tafsiliy bayon qilishga qaramay, mavjud avom madaniyatida taloqning faqat er kishining og'zidan chiqadigan bir og'iz so'zga qarashliq bo'lib qilishi ayollar uchun zulmga aylangan. Oila va farzandga o'xshash eng muhim, eng muqaddas organni bunda qonunsiz, mas'uliyatsiz va nodon lavlarga tashlab qo'yish nurg'un zulmlarni, nurg'un oilalarning vayron bo'lishini, shundaqla nurg'un azob-uqubatlarni keltirib chiqardi. Birdamlik ochiqlangan vaqtda og'izdan chiqib ketgan so'z bilan ayolni ranjitish, bo'libmi hilla qilish orqali ayolni boshqalar bilan birga bo'lishga majbur qilishning javobgarligini zodi kim ustiga oladi? Qur'ondan yiroq bo'lgan fatvolarning obyektiga aylangan ayollar asrlardan buyon erlarning og'zidan chiqqan so'zlar sababli azob-uqubat chekib, insoniyatning xatoligi tufaylidan behuda badal to'lashga mahkum bo'lib keldi. Birdamlik ochiqlangan vaqtda og'zidan chiqib ketgan so'z bilan ayolni ranjitish, bo'libmi hulla qilish orqali ayolni boshqalar bilan birga bo'lishga majbur qilishning javobgarligini zodi kim ustiga oladi? Qur'ondan yiroq bo'lgan fatvolarning obyektiga aylangan ayollar asrlardan buyon erlarning og'zidan chiqqan so'zlar sababli azob-uqubat chekib, insoniyatning xatoligi tufaylidan behuda badal to'lashga mahkum bo'lib keldi. Navoda sud mahkamasiga murojaat qilmayla ayoli bilan ajrashib ketalaydigan bo'lsa, undaqda Hazrati Zayd bilan Hazrati Zaynab nimishqa o'zaro uzlashib ketmagan? Ahzob surasi 37-oyat. Bu oyatdagi haqiqat sudga iltimos qilish va sudchining qarorida elish deganlik emasmi?
Ma'lum bo'lganidek, Hazrati Zeynabmo eridan ayrilib ketmoqchi bo'lgan. Shundaq turib, ayol nimishqa payg'ambarimizning oldiga keldi? Biz bu oyatlarning hammasini yakunlab chiqadigan prinsip mundaq. O'zlashish erning og'zidan chiqadigan bir og'iz so'z bilan emas, balki qonun bilan amallashidir. 3. Ajrashish huquqi kimga berilgan? İslam ulemalari Baqara surasining 228 va 229 oyatlarini asos qilib, ajrashish huquqining er kishiga berilganligini ilgari surdi. Taloq qilingan ayol 3 hayz o'tkicha iddat tutadi. Agar ular Allohga oxirat kuniga ishindikan, ularning bachchidonlaridan Alloh yaratgan narsani, ya'ni balini yoki hayzni yushirishi durust emas. Ularning erlari agar ablashib qilishni xohlasa, shu muddat ichida ularni qaytarib kelishga boshqalarga qaraganda eng haqliq. Ayollar ustida erlarning haqlari bo'lganidek, erlar ustida ayollarning haqlari bor. Ya'ni ayollar muvofiq darajada huquqdan bahramand bo'lishi ham muvofiq darajada majburiyatni o'tishi kerak. Ayollarga to'yliq berish va ularning turmushini qamdash majburiyatlari erlarga yuklanganlikdan majburiyatni ado qilish jihatda erlar ayollardan bir daraja ustunlik ega. Haqiqatan Alloh g'olib va hikmat bilan ish qiluvchi zot. Qayta yarashishga bo'lgan taloq 2 qitimdir. Onundan keyin xotinini chiroyliqcha tutish yoki yaxshilik bilan, ya'ni zulm qilmay, yomon gapini qilmay, kishilarni undan yiroqlashtirmay qo'yib etish lozim. Allohning belgilamalariga rioya qilolmaslik xavfi, ya'ni yaxshi o'talmaslik, Alloh belgilagan xotinlik huquqlariga rioya qilolmaslik xavfi bo'lmasla, ayollaringlarga to'yliq uchun bergan mol-mulkdan har qanday narsani qaytarib olish durust bo'lmaydi. Agar sizlar ularning, ya'ni ayolning Allohning belgilamalariga rioya qilmasligidan qo'rqsanglar, xotinining, ya'ni taloq xatini ilish maqsadida eriga mol berganligi uchun u ikkisiga, ya'ni xotinga gunoh bo'lmaydi. Ana shular Allohning belgilamalaridir. Uningga xiloflik qilmanglar. Allohning belgilamalariga xiloflik qiluvchilar zolimlardir. Baqara surasi 228 va 229 oyatlar. Biz bu yerdagi ajrashish huquqini sud mahkamasiga iltimos qilish huquqi deb qaraymiz. Qandaq sabab bo'lishidan qat'iy nazar, erning huquqi faqat sud mahkamasiga iltimos qilish va ajrashishga sabab bo'lgan jinoyat isbotini sudga sunishdan iborat. Baqara surasining 132 oyatidagi ayollar bilan ajrashib ketganda ifodasi sud oxirlashgandan keyingi bosqichni ko'rsatadi. Undaq bo'lmasa, ham da'vogar ham sudchi bo'lgan bo'ladi. Bu to'g'ri emas albatta. Shunga erning ajrashish uchun sud mahkamasiga iltimos qilish huquqi bo'lganga o'xshash, ayolning ajrashish uchun sud mahkamasiga arz qilish huquqi bo'ladi. Sizlar ayollarni taloq qilganda, ularning iddati to'shay deb qolgan bo'lsa, ular bilan chiroyliqcha yarashib, ularni nikohinglar tutinglar yoki ularni yaxshilik bilan qo'yitinglar. Zulm qilish maqsadida ularni tutib olmanglar. Kimga shunday qildikan, ya'ni kimga chiroyliqcha uy tutish niyati bilan emas, balki iddatini uzartib zulm qilish niyatida xotini bilan yarashadigan, o'ziga o'zi zulm qilgan bo'ladi. Allohning oyatlarini o'yinga aylantirib olmanglar. Allohning sizlarga bergan ne'mati va sizlarga vaz nasihat qilish uchun nozil qilgan kitobining hikmatini, ya'ni kitobdagi ahkomlarni yod etinglar. Allohga taqvodorlik qilinglar. Bilinglarki, Alloh har narsani bilguchidir. Baqara surasi 231-oyat. Agar bir ayol jinsiy quvvati yo'q yoki ruhiy kasal va yoki uyi bilan butunlay qori bo'lmaydigan bilan to'y qilgan bo'lsa, u qanday qiladi? Uning javobini biz payg'ambar alayhissalomning amaliyotida ko'ramiz. Jinsiy iqtidori bo'lmagan bir sahobining ayoli payg'ambar alayhissalomning yoniga kelib bu haqda shikoyat qilgan. Bu orqali u ayol yuqorqidek ahvol ostida ajrashib ketish huquqiga ega ekanligini amaliy ko'rsatib bergan. Ayol bu masalada o'zining huquqini 3-tarafga havola qilmasdan, bevosita payg'ambarga sudga murojaat qilish orqali o'zining haq-huquqini qo'g'digan. Buningdan ko'rilishga bo'ladiki, mazkur ayol payg'ambar alayhissalomning oldida erining jinsiy ojizligini o'ttirib qo'yib, ajrashishni talab qilgudek huquqqa ega bo'lgan hamda haq-huquqini qo'g'dash fursatiga erishgan. Buningdan xulosa shuki, Qur'on ayollarning haq-huquqini qo'g'dash uchun ajrashish masalasida ko'p taraflimlik qonuniy belgilama bekitib, erning rolini tegishli ramka doirasiga olgan. Aziz radio anglovchi do'stlar, shunday qilib bugungi kitob o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Kelajaqda kitob o'qishimizni ko'rishaylik. Xayr xo'sh, Allohga omonat.
Turmuş atlı büyük makamın Çin güçsi bulbuli ayal Turmuş atlı büyük makamın Çin güçsi bulbuli ayal Üyüm balam deydu her zaman Yok onun da bihude hıyal Üyüm balam deydu her zaman Yok onun da bihude hıyal